Tagi obyektimizga mokriy matoviy tunikalarni olib ketyapti. Unda qarasa, obyektni o'ziga borib turib, bir qator sizlarga video obzor qilib beraman, xudo xolasa. Mana qangi baland yo'llardan ham yurish kerak ba'zida akalar. Obyektimizga kirib keldik, mana xudo xolasa. Qaranglar, bombaligini. Kunni botishi alohida tema, akalar. Bu yerga kelganmiz. Video obzor qilganmiz. Zabor qilib berishimiz kerak edi hoji akamga. Xo'p, zabor qolib turdi. Tomiga keldik. Tomiga tunika mahsulotini yetkazib berdik. Xo'p, bu yerga chiroyli bo'lib otxona tushyapti. Tepasiga haligi o'txona deydim, shunaqa narsalari bilan chiroyli qilib 04 qalayda mokriy matovisdan bosib berdik. Ko'rinadigan joy, ko'rinmaydigan joy, arzonidan unisidan bunisidan bo'lmasin, uka zo'ridan bo'lsin deydi. Mokriy matovisdan toza 04 qalaydan tunika qilib berdik. Akalar, kimga shunaqangi ishlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, konteyner tunika mahsulotlaridan chiroyli qilib shunaqa fermerlarni sidqidildan yondashib bitkazib beramiz. Bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Asakada. Proflis xizmat iladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.